Assalomu alaykum девочкаlar, man qaytdim va oldindan juda ko'p so'ralgan narsa bo'yicha video olmoqchi edim. Mavzu bo'yicha. Bu VFX nima va VFX ni qanday qiladi deb turib. Xo'p, VFX bu qaysidir bir 3D modelni haqiqiy videoga joylashtirish. Vizual effekt. Xo'p, bu narsani qilishdan oldin, ya'ni asosiy narsasi, ya'ni VFX ni prям bazasi, misol 3D ni bazasi bu modeling yoki interfeysda tushunib bo'lganingizdan keyin modeling bo'lsa, chunki modellingsiz siz endi bazaviy modellingsiz siz hech narsa qila olmasangiz yoki animatsiyani qila olmasangiz yoki animatsiyani qilishingiz uchun qaysidir bir modelni yuklab olsangiz, modelni sal to'g'irlashni ham tushunish kerak. VFX ni bazasi bu tracking. Tracking nima? Videodagi kamera harakatini, ma'lumotlarini yozib olish. Dastur tushunib oladi u ma'lumotlarni va u tushungandan keyin siz xohlagan modelingizni shu kamerani harakatiga moslashtirib qo'ya olasiz. Xo'p, bu narsani qanday qilamiz? Tracking. Blenderda o'zida qilamiz. Buni takrorlash uchun Telegram kanalga o'tasiz. Telegram kanalda hamma fayllar bor va uni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Va Telegram gruppani chatini o'ziga ham tashlasangiz, men yoki Blenderda boshqa tushunadigan odamlar sizga maslahat berishadi yoki feedback berishvoradi. Xo'p, tak, tracking nima? Trackingni qanday boshlaymiz? Birinchi o'rinda men bu yerda hamma narsani o'chirib tashlayman. Trackingni bizlar hozir eng oddiy yo'lini qilib ko'ramiz. Bu o'zi video bir 3 ta 4 ta variantda chiqishi kerak, ya'ni 3 ta 4 ta holatlarda chiqishi kerak. Bu qanday? Birinchi o'rinda trackingni bazasini qilib ko'ryapmiz hozir, ya'ni eng oddiy yo'li. Buni After Effects'da qilib turib, keyin After Effects'dan Blenderga tashlasa bo'ladi va After Effects'da menimcha osonroq ham Blenderga nisbatan, no Blenderda aniqroq qilsa bo'ladi. Lekin After Effects'da, короче, kimga qayerda qulayroq. Hozir eng oddiy yo'lini qilyapmiz. Bu harakatlanmagan obyektlarga nisbatan, ya'ni harakati yo'q bo'lgan obyektlarga nisbatan videoni o'zi qimilyapti, no hech qanday harakat yo'q. Misol motion tracker, hozir tushuntirib o'taman, nima haqida gapiryaptim. Misol videoni mana bu saytdan olganman va bu yerda ko'rganingizdek faqatgina oldinga qarab harakat bo'lyapti. Bizlarga trackingda mana daraxtlarni barglarini, shoxlarini tracking qilishimiz kerak emas. Bu nabrot xalaqit beraveradi bizlarga. Asosan mana pastki taraflarda tracker qilib olsak bo'ldi. O'sha pastga nimanidir joylashtirsak bo'ladi. Mana bunaqa holat bo'lsa, odam harakat qilib ketyapti yokida umuman olganda men hozir gapirib turibman va boshim qimirlayapti va boshimni o'rniga boshqa narsani qo'yish, bu keyingi darslarda agar qiziq bo'lsa yozib o'tsangiz, men o'sha darsliklarda ham chiqarib yuboraman. Hozir mana bu videoni joylashtiramiz. Video kerak bo'lsa hamma narsa Telegram kanalda bor va like va podpiska hamma narsani qilib qo'yingizlar. Xo'p, nima qilamiz? Birinchi o'rinda set scene frames qilamiz. Bu scenaga mos frame'ni tayyorlab qo'yishimiz. Ya'ni ko'ryapmiz, что 25 FPS dan boshlangan ekan video va videoni uzunligini bizlarda timeline'imizga to'g'irlab qo'yishi. Bizlar frame rate ham, ya'ni Blenderda frame rate'ini ham shunga moslashtirib qo'yishimiz kerak, 25. Xo'p. Buni qildik. Prefetch qilib qo'yamiz. Bu cashga yozib olish, ya'ni videoni qo'ygan paytingiz bunaqa qotib nimadir bo'lib o'tirmasligi uchun. Xo'p, buni qildik va bizlarga hozir tracker nuqtalarni qo'yib chiqishimiz kerak. Detect feature qilamiz va bu yerda misol 8 ta 0.1 bu endi merchant bu qanchalik ko'p bo'ladi va bu qanchalik bir-biriga yaqin yoki uzoq nastroykalar. Xo'p. Mana bu ham, ya'ni bitta nuqtani ikkinchi nuqta bilan bir-birini orasidagi masofani hisoblab beruvchi nima? Ya'ni qancha ko'p bo'ladi yoki kam bo'ladi. Men ko'rib turibman, bu yetarlicha menga, menga mana pastga ham kerakda. Pastdagilar ko'proq kerak yuqoriga nisbatan. Buni balkim mana shu holatlarda qoldiraman, chunki yuqoridagi hammasini o'chirib tashlaymiz. Yuqoridagi bizlarga birontasi kerak bo'lmaydi. Xo'p. Bizlar hozir faqat oldinga harakat qilyapmiz, ya'ni ko'rib turganingizdek faqat oldinga harakat qilyapmiz. Shu uchun menga mana bu joyda motion modelni faqat location bo'yicha qilamiz, chunki bu location faqat o'zgarib boryapti, ya'ni faqat oldinga qarab boryapti. Location rotation scale qilib qo'ysak ham bo'ladi. Bu agar kamera bunaqasiga o'zgarsa ham, oldinga borsa ham, biron bir obyektga yaqin yoki uzoq borsa ham bu narsani qilsak bo'ladi.
yoki hammasiga shu holatda qoldirib ketaversangiz bo'ladi. Normalize qilib qo'yamiz. Bu sal to'g'rilab chiqishi uchun. Xo'p, bir marta oldinga qarab bordi. Xuddi shu narsani endi detective range qilamiz va xuddi shu holatda faqat orqaga bitta analiz qilaveramiz. Orqaga bitta analiz qildi va misol 330 tak 2 ga bo'lsak 165. 165-kadrda yana bir marta xuddi shu analiz qilaveramiz orqaga va oldinga bir martadan hisoblab yuboramiz. 165 dan yana oldinga qarab harakat qilishi. Все. Bo'ldi, hamma joyda analiz qilib chiqdik va oxirida ko'rishimiz kerak qanday o'zgarishlar, to'g'rimi, to'g'ri emasmi. Xo'p, birinchi o'rinda focal length'da bizlar bilishimiz kerak. Bu nima? Frame rate misol uchun любой dasturda bilib olsak bo'ladi. Frame rate bu ya'ni necha kadrda olingan video. Lekin focal length'da bilib bo'lmaydi. Agarda sizga qaysidir bir tanishingiz videoni olib turib, sizga aytmasa focal length'da, uni qanday qilib bilsak bo'ladi? Birinchi o'rinda telefondan olgan bo'lsangiz, ya'ni o'zingiz telefonsiz olgan bo'lsangiz 0.6, 1, 2 bor. Ya'ni kamerada 0.6 sal uzoqroqdan ko'proq ma'lumot sig'diradi. 1 standartni, 3 yoki 2 bu portret rejimida asosan ishlatilgan narsa. Buni bilishni yo'li telefoningizda modelni yozasiz, ChatGPTga yozaverasiz, u sizga aytadi focal length necha. 1 tursa necha bo'ladi, 2 tursa necha bo'ladi va 0.5 yoki 0.6 tursa necha bo'lishini ko'rsatib turadi. Buni biz internetda olganimiz uchun bilib bo'lmaydi, shuning uchun Blenderda o'ziga topshiramiz. Bu aniq qilami, qilmaymi unchalik ahamiyatli emas, no aniq yozsangiz вообще zo'r bo'lasizda. Xo'p, self camera motion qilamiz. Bu hisobladi va self error 21 piksel chiqarib berdi. Bu nima? Bu juda yomon. Bu holatda siz hozir agar tracking qilsangiz, ya'ni qaysidir obyektni shu joyga joylashtirsangiz, obyektingiz videoda mana qimillab turgan bo'ladi. Tracking qilmasdan shunchaki modelni joylashtirib qo'ygansiz bundan yaxshiroq bo'ladi. Ruh tracking olmayapti. Brat sochiga ham ketib qolganda tracking. Eng qizig'ini aytaymi, u yoqqa tracking kerak emas edi. Kerak emas. Просто yo'q, ketish kerak edi. Hozir bundan yomonroq bo'ladi, no baribir ham biz xohlagan holat emas bu. Biz xohlagan holat nima? Buni to'g'rilashni boshlaymiz. Clean upga kiramiz va filtrda 5 turibdimi? Tak, 5 ni o'chiramiz. Ya'ni 5 pikseldan yuqori bo'lgan hammasini o'chirib tashladigan narsani qildik. Xo'p, self kamera qilamiz va bu sal yaxshiroq bo'lishi kerak hozir. 1 piksel. Bu normal holat. Ya'ni normaldan sal yuqori-yu, no yaraydi, ishlatsa bo'ladi, nimadir qilsa bo'ladi, sal ehtiyotroq bo'lib ishlash kerak. Bu jasur holat emas. Bundan ham yaxshiroq qilishimiz kerak unda. Xo'p, nima qilamiz? Mana bu joyda prosta tayyorlarni o'chirib tashlasak bo'ladi. Misol uchun mana uchalasi bizlarga kerak emas, mana bu ham kerak emas, 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 bu ham kerak emas. Xo'p, self motion qilamiz. Xo'p, 0.79. Bu yaxshi. Bu boyagidan ko'ra ancha yaxshiroq. No, boya aytganimdek, harakat qilayotgan obyektlar bizlarga kerak emas. Bizlarda videoda odam qimillagan ma'lumoti kerak emas yoki daraxt qimillayotgan ma'lumoti kerak emas. Bizlarga kamerani qimillayotgan ma'lumoti kerak. Shuning uchun C ni bosamiz. C ni bosib, mana bu yuqoridagi obyektlarni hammasini o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Mana bu kiyimlarning oldidagi ham, chunki kiyimlar ham ko'rdik, harakat deydi. Xo'p, buni hammasini tanlab bo'lganimizdan keyin o'ng knopkani bosamiz, C atmayan bo'ladi va X ni bosib delete qilaveramiz. Xo'p, mana bu ham bor. Buni ham delete qilaveramiz, bu bor. Buni delete qilamiz va mana bu delete. So, devolda turganlari kerak emas, mana bu delete, 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 delete. So, mana shular tursin-qa и solve 0.65. Bu o'zi vроде как normal hisoblanayotgan joy. Ya'ni buni ishlatsa bo'ladi. Mana bu yerdan yana bir ikkitalarni o'chirib tashlaylik. Mana ikkilarni hammasini o'chirikchi. 0.19 gacha qoldirdim. Xo'p, bularni o'chirdim. Solve 0.42. Bu o'zi yaxshi. Bu anchagina yaxshi holatga keldik. No, yana o'chirsak bo'lsa kerak. 0.6largacha o'chirib chiqaychi.
Mana shu yergacha o'chirdim. Все. Solve 0.32. Ideal holatga yaqinlashdik. 0.3, 0.2, 0.1 bu prям ideal holatlar. Xatoliklar maksimalka. Xo'p, endi nima qilamiz? Mana bu yerda set as background, set tracking scene qilamiz va bo'ldi. Mana bu bizlarda obyekt tayyorladi. Lekin obyektimizni bunday ko'rsak, mana bunaqasiga ko'rsak, kim qayerda uchib yuribdi? Chunki bizlarga hali polda aniqlamadik. Ya'ni pol mana shu joyda turibdi degan narsani qilmadik. Xo'p, u uchun nima qilamiz? No, birinchidan mana buni tanladim. Menga mana shu yoqdi. Mana shu i buni set origin qilib qo'yamiz. Origin nuqtasi qaysidir obyektni tayyorlasak shu joydan paydo bo'lsin. Xo'p. Floorda tanlashimiz kerak. Bu pol. Qani harakatlarini ko'raychi. Tak. Manga. Xo'p. 3 ta qaysidir bir obyekt kerak. 3 ta. Mana bu. Uchalasini tanlaylik. Va floor qilib qo'yaylik. Bo'ldi. Mana o'zi ko'ryapmiz, что yerga mosroq bo'lib tushdi. Bu yaxshi. Mana originda mana buni tanladikmi yo buni tanladikmi? Shuni yonida y ni ham tanlaymiz. Tak, mana bu yerda ko'ryapmiz yashil o'q bu y, mana shu buni y ga bo'lsin. Set as y. Buni shuni to'g'ri turibdi. X qilib qo'yamiz, bo'ldi. Bizlarga prям zo'r bo'lib turibdi, что y ni ham x ni ham originda y va x ni ham aniqlab qo'ydik. Xo'p. Taxminan mana bu va mana bu ikkalasi o'rtasini distansini necha qilsak bo'ladi? Mashina siqilgan joy, chunki mashina turibdi, mana yerda qizil mashina turibdi va o'sha qizil mashina turganligi uchun mashina siqadigan joyiga taxminan 2 metr qilib qo'ydik. Mana bu yerda distance 2 qilib qo'ysak ham bo'ladi va set scale qilib qo'ysak bo'ladi. Mana scale o'zgarganligi menimcha xato hisobladim. Bo'ldi. Bu joyiga teginib o'tirmang. Bu har doim kerak bo'lmaydi. Bu yana ham idealroq qilish uchun. Self kamera motion 32 da turibdi. Все. Renderga kiramiz va renderda buni o'chirib tashlasak bo'ladi. Bu bizlarga hozircha kerak emas. Bu unchalik ham muhim emas. Buni pastroqqa, teparoqqa siljitish ham shart emas. Bu shu joyda turaversa. Nima qilamiz? Bizlarga kerak bo'lgan narsa. No, tak, mesh mankeyga joylashtirib qo'yamiz. S, G, Y sal yuqoriroq ko'taramiz va qarang. Siljitgan paytingiz Z o'qi bo'yicha iloji boricha siljitmang. Mana tak, mana bu joyga joylashtirib qo'yamiz. Hozircha shu joyda turib turaversin. Bitta shadow catcher'ni qo'yib qo'yamiz. Ya'ni plane sal kattartiramiz, tabni bosamiz. Salgina qalinlik beramiz. Mana bunga sal qalinlik berdim va buni misol qalinlik bergandan keyin GZ salgina bunday tushirib qo'ysam bo'ladi. Lekin GZ tushirishim kerak emas edi. Tak, buni undan ko'ra yuqoriroq ko'tarib qo'ying. Buni ko'tarib turay va buni to'g'irlashni boshlaymiz. Objectga o'tamiz. Visibility, shadow catcher yo'q, chunki cycles'damas. Cycles'ni GPUga o'tkazamiz va endi visibility va shadow catcher'da yoqib qo'yamiz. Bu nima qiladi? Bu obyektni yo'qotib beradi va soyasini faqat qoldiradi. Xuddi haqiqiy polday bo'lib turadi va faqatgina soyasi qoladi. Lekin bizlarga ko'rinishi uchun u narsa mana bu yerda filmda transparentda yoqib qo'yamiz. Transparent va sendagimiz mana bu yorug'liklar ishlatsin. Xo'p, buni salgina balandroqqa ko'taramiz. Bo'ldi. Mana shu holatda va salgina aylantiramiz, sal kichiklartiramiz. Ko'tarib qo'ying mana shu joyda. Bo'ldi. Bu joyda joylashtirib qo'ydim va tekshirish uchun ham mana buni hozircha tekshirib turing. Hech qanaqa yorug'lik yo'q. Men qimirlayaptimi, qayergadir siljib ketmayaptimi, o'sha narsani ko'ring. Va mana videoni ham ko'rib turgan paytimiz. Tak, kameraga kirikda. Viewport, tak, background. Buni ham yarkiroq qilamiz. Bo'ldi. Qarang. Mana shu narsa haqida aytayotgandim. Hozir siz bu yerga qanaqadir tekst ham yozib qo'ysangiz, tekst ham videoni orqasida qolib ketadi va o'zi qayerdadir siljib turmaydi. Va ko'ryapmiz, что sal mana bu joyda menimcha harakati bor, ya'ni sal qimillab turibdi. Tracking unchalik ham zo'r emas. No, buni to'g'rilab chiqish kerak edi. Menimcha.
Да нет, nормально, bu kamera qimirlaganiga manimcha obyekt qimirladi. Ya'ni obyekt sal pastroq yoki teparoq. Obyektni o'zi siljimaydi, kamera siljidi demoqchiman. Xo'p, bu narsa bo'yicha nima? Man topolmayapman modellarni. Burti 5 ta ochyapti, bu не то. Hop, 5 ga tasholmayman-ku u eski modelda. Xo'p, buni 5 ga tashlab bo'lmaydi. Ctrl S, просто obyektni o'zini kopировать qilib ko'raylik. Yo, tashlab bo'ldi. Все. Joyida turibdimi? Yo'q, u havoda turibdi. GX sal ballonlarini ham ko'rib turaylik. Xo'p, endi ko'raylikchi. Bu все manimcha. Men plus minus variant nimasini tashlab yuboraman buni. Ya'ni polni faylni o'zini Telegram kanalida ko'rsangiz bo'ladi va umuman olganda titkilab bosib nimadirlar qilib qo'ysangiz bo'ladi. Hozircha mana shu holat. Manimcha norm. Tak. Oxiriga o'tamiz. Bu yerda endi Shadow Catcher qanday ishlayapti va umuman olganda Shadow Catcher normalmi yo'qmi o'sha narsani ko'rishimiz kerak. Hozircha bu nimani moshinani analiz qilib turibdi va moshin bormi yo'qmi o'sha narsani. Xo'p, teksturasi yuklanib oldi va ko'ryapmiz, что joylashdi obyektlar, но menga yana qo'shimchasiga mana bu plane'dagi soyalari kerak. Va bu plane'ni salgina yuqoriroqqa ko'tarib ko'raman. Mana shu holatlarda yuqoriroqqa ko'tardim va bizlar sanda sal o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni ko'ryapmiz, hayotdagi soyalari unchalik qattiq bu darajada qattiq emas. Ular sal yumshoqroq. Ular mana bu joydan tushyapti. Umuman olganda daraxtdan soya bunaqa tushmashi kerak edi. Boshqa narsalar, no to'g'irlab chiqishga harakat qilamiz. Buni tak более-менее yumshoqroq qilamiz. Более-менее yumshoqroq va kuchini sal kamaytiramiz. Umumiy olganda mana shu obyekt. Menga mana bu narsa yoqmayapti. Tak, sal qaytdi. No, okeyda. Mana bu joyda moshin qimirlayapti. Mana shu joyda ancha moshin qimirladi. No, все. Tayyorladik va asosiy tushuntirish kerak bo'lgan narsa bu nima? Sampleda kamroq, ko'proq bu farqi yo'q. O'zingizga moslashtirib to'g'irlab chiqasiz. No, denoise bu hozircha kerak emas. Agar ko'rsak, compositingni ko'rsak, bu nima qiladi? Bu render holati birinchi sizga render qilib beradi videongizda, ya'ni videoni o'zida render qiladi, keyin render layers qilib beradi, ya'ni qaysidir bitta sahnani va keyinchalik ikkinchi bitta sahnani render qilib beradi. Bu degani, что sizga birinchi videoni o'zini render qilib beradi, keyin ya'ni videoni o'ziga qo'yib beradi sizga. Tayyor bitta videongiz bor, modellarni hammasini qo'yib beradi. Keyin soyani ham birdaniga o'zi qo'yib beradi. Keyinchalik buni hech qaysi dasturga tashlab to'g'irlab o'tirishingiz shart emas. Bu uchun endi 128 da turibdi. Render output tanlaysiz. Kartinka sifatida tanlasangiz ham bo'ladi. Shu joyda o'ziga new folder va shu new folderda misol uchun ranking pastga chiziqcha qilib qo'ysangiz o'zi raqamlarni qo'yib ketaveradi. 330 ta raqam qo'yib chiqish kerak. Render animation qilamiz va qarang. Ko'rsatibdi, ya'ni nimani imенно tayyorlab beradi. Moshin deb menimcha bekor qo'ydim, chunki moshin слишком долгий bu narsani cho'zib yubordi. Xo'p. Agar mabodo hozir dolgi bo'lib tursa, men bu ekranda ko'rib turaydi qanchalik dolgi qilyapti. Tak, moshin bilan слишком dolgi render qildi. Men nima qildim? Moshinda va moshinga tegishli bo'lgan
hamma narsani tanlab turay, moshinada o'zini o'chirib tashay. Mana bu obyekt o'zi turibdi. Bu yerda yana nimadirlar qolib ketdi. Hop, karga tegishli narsalar qolib ketdi. Hop, buni o'chirib tashladim. Bu yerga bizlar bitta kubikda joylashtirdik va kubikda kichiklartirib, sal ko'tarib qo'yamiz. Hop, mana shunday joylashtirib qo'ying va manimcha всё, hozircha shu narsani o'zi va bitta mana bu yerda import obyektni ham siljitib qo'yaman. Sal qilib и y mana shu joyda. Всё. Harakatidan va oyog'idan ko'rib tursak bo'ladi, что qimillayaptimi, qimillayaptimi. Так, buni animatsiyasi ham. Hop, buni animatsiyasi nechidan keyin to'xtab qolar ekan? 120 lardan keyin to'xtab qolar ekan. Buni to'g'rilaymiz. Non-linear animation. Buni hop, top sheetga kirganimizdan keyin mana bu joyda buni bosib qo'yamiz va animatsiyani to'g'rilashda boshlaymiz. Menimcha oxiri 116 edi. 116 da tursa va repeatni sal kamaytiramiz. Mana shunday. Всё, repeat shu holatda tursin. Endi to'xtamasdan aylanib boraveradi. Hop, timeline-ga qaytamiz. Renderga. Всё. Bizlar 1-2-3 ta obyekt qo'yib qo'ydik va buni render bo'lishini ko'rmoqchimiz. Tushuntirib o'tganimdek, compositingda hamma narsa o'sha holatida birdaniga boradi bu yerga. Shuning uchun render animation qilamiz va ko'ramiz. Tak, birinchi kadrdan boshlaymiz. Qarang, birinchi o'rinda bizlarga sahnani o'zini render qilib berdi. Ya'ni mana bu holatda o'zini. И всё, bitta renderda tayyor qilib berdi. Hozir o'sha renderda ko'ramiz. Tak, tracking degan joyga joylashtirdik. Buni Ctrl S olamiz va render qilib boryapti bizlarga. Va bu render qilib borgan holatini qanday joylashgan va umumiy olganda soyalari bormi, hamma narsasi bormi va videoni ham ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Manimcha o'zi joylashtirib, hammasini Telegramda bor. Короче, mana shu holatda trekkingni qilib borsa bo'ladi. Bu eng oddiy trekking. Ya'ni kamera faqat qandaydir harakat bo'layotgan bo'lsa va harakati yo'q bo'lgan joylarga, misol siz telefonda stol usti ustuni olasiz va stol ustiga nimadirlarni joylashtirib tashlaysiz, qanaqadir 3D modellar joylashtirib tashlaysiz. Shuni to'liqlay mana shuni o'zida qilsa bo'ladi. Ya'ni Blenderda o'zida mana shu holatida qilib borsangiz bo'ladi. Trekkingni bu yerda bu darslikda hozir siz takrorlashda o'rganmang. Men har doim so'rayman, takrorlashda ko'rmang. Ya'ni takrorlash muhim emas bu yerda. Bu yerda muhimi tushunib olish, ya'ni trekking qanday ishlashi, mana shuni tushunchasini tushunib olish va bo'ldi, qolgan hamma narsasini o'zingiz to'liqlang qilib borsangiz bo'ladi. Xo'p, kommentariyada yozib qoldiringizlar. Keyingi darslarda nimani tushuntirib boray va misol yuzda qanday o'zgartirish mumkin, yuzga ham trekking qo'ysa bo'ladi va hozir endi o'zida yoki qo'lni ustiga nimanidir qo'yib, mana bunaqasiga qimirlatib yo yana nimadirlarni. Короче, trekking bilan ko'p narsalar qilsa bo'ladi va bu VFXda bu prям boshlanishi, kirib borishi va bundan keyingi darslar ko'proq shu VFXga bo'ladi va animatsiyalar ham hech qayerga qolmaydi. Короче, qaytdim degan umiddaman va yo'qolib ketmayman degan umiddaman yana nechidir yilga. Shuning uchun podдержка qilib turingizlar. Men yo'qolmayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayrlashishni hali ham o'rganmadim.